Prezident iqtidorli farzandlari tashabbusini qo'llab-quvvatlash bo'yicha milliy dasturga ariza yuborish bo'yicha video yo'riqnoma. Milliy dasturga hujjatlar 31-iyulga qadar qabul qilinadi. Siz may.gov.uz yoki ariza.pima.uz saytlari orqali ariza topshirishingiz mumkin. Siz ariza.pima.uz sayti orqali ariza topshirishni tanlaganingizdan so'ng milliy dasturga ariza topshirishga bosing. Shundan so'ng milliy dasturga hujjat qabul qilish tartibi bilan tanishib, pastda tanishib chiqqaningizni tasdiqlang. Bundan keyin milliy dasturga kirish imtihonlari shartlari va talablari bo'yicha oferta menyusi paydo bo'ladi. Ushbu oferta bilan tanishib chiqib, oferta bilan tanishib chiqdim va tasdiqlayman belgisini bosing. Shundan so'ng milliy dasturga hujjat topshirish yuzasidan ariza menyusi paydo bo'ladi. Arizani o'quvchining otasi, onasi yoki qonuniy vakili topshirishi mumkin. Ariza topshiruvchi shaxsni tanlang. Ariza topshiruvchi shaxsning pasport yoki ID karta ma'lumotlari va tug'ilgan sanasini kiriting va qidirish tugmasini bosing. Ariza beruvchining shaxsiy ma'lumotlari chiqqach, pastroqqa tushib, asosiy va qo'shimcha telefon raqamlaringizni kiriting. So'ngra o'quvchining shaxsini tasdiqlovchi hujjat turini tanlang va tug'ilganlik haqidagi guvohnomaning seriyasi va raqamini kiritib, qidirish tugmasini bosing. O'quvchining shaxsiy ma'lumotlari paydo bo'lgach, pastroqqa tushing va imtihon topshiriladigan tilni tanlang. Shundan so'ng o'quvchining tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi nusxasi, fotosurati va agar mavjud bo'lsa, olimpiada sertifikatini yuklang. Hujjatlarni yuklab bo'lgach, barcha ma'lumotlar to'g'riligiga ishonch hosil qiling. Undan so'ng saqlash tugmasini bosing. Yana bir bor arizangiz bilan tanishib chiqib, rekapchani belgilang. Tasdiqlash tugmasini bosing.